9-mavzu ildiz tizimi hamda ildiz tuzilishi. Xo'p, ildizlar yuksak o'simliklarning vegetativ organi bo'lib, poyani yer bilan tuproq bilan birlashtirib turadi. Ildizlarning novdadan farqi ularning barg hosil qilmasligida. Ildizning novdadan farqi barg hosil qilmasligida. Ikkinchisi, ayrim o'simliklarning ildizlari 50 metrdan 60 metrgacha o'sadi. metrdan 60 metrgacha. O'zimizni yong'oqni yon ildizlari 20 metrdan 30 metrgacha o'sishi mumkin. Yon ildizi 20 metrdan 30 metrgacha. To'rtinchisi, qumlarda o'suvchi juzg'unning ildizi juda ham uzun va ingichka bo'lib, asosan yon tarafga qarab o'sadi. Ingichka, uzun, yon tarafga qarab o'sadi. Beshinchisi, yantoq. Yantoqda esa aksincha yerni tubiga tikka kirib boradi, 30 metrgacha. Xo'p, ildizlar tuzilishiga ko'ra 3 xil bo'ladi. Ular asosiy, yon ildizlar va qo'shimcha ildizlar. Asosiy ildizlar murtakdagi asosiy boshlang'ich ildizni o'sishda davom etishidan hosil bo'ladi. Birinchi, tuproqdagi murtakni asosiy boshlang'ich ildizini o'sishidan hosil bo'ladi. Yon ildizlar esa o'sha asosiy ildizni shoxlanishidan hosil bo'ladi. Bular yon ildizlar. Qo'shimcha ildizlar bo'lsa poyadan hosil bo'ladi hamda bargdan hosil bo'ladi. Xo'p, endi bir tub o'simlikdagi barcha ildizlar yig'indisi, mana shu ildizlar yig'indisi ildiz tizimi deb ataladi. Qanday deymiz? Ildiz tizimi. Ildiz tizimi, ya'ni ildiz sistemasi ikkiga bo'ladi, ikkiga bo'linadi. O'q ildiz hamda popuk ildiz. Xo'p, o'q ildizni tarifi boya aytdik, murtakdan boshlang'ich asosiy ildizni o'sishda davom etib shoxlanishidan o'q ildiz tizimi hosil bo'ladi. O'q ildiz tizimli o'simliklar asosan ikki urug' pallali o'simliklarda bo'ladi. Ularga misol qilib 13 ta o'simlik nomini keltirgan kitobda ularni madaniy hamda yovvoyi turlarga ham bo'lib bergan. O'q ildiz, yovvoyi 3 ta. Birinchisi do'lanan, 2 na'matak, 3 saksovul. Xo'p, madaniyga 10 ta berilgan. Birinchisi olma, 2 o'rik, nok, qovun, tarvuz, xo'za, 7 mosh, no'xat, loviya va 10-si terak. Endi popuk ildiz tizimi. Popuk ildiz tizimida murtakdan o'sib chiqqan boshlang'ich asosiy ildiz
o'sishda davom etmaydi, rivojlanishdan to'xtab, asosiy boshlang'ich poyadan qo'shimcha ildizlarni o'sib chiqishidan popuk ildiz tizimi paydo bo'ladi. Popuk ildiz tizimi ko'pincha bir urug' pallali o'simliklarga xos. Ularga misol qilib 3 ta o'simlikni keltirgan. Popuk. Ular bug'doy, makkajo'xori, uchinchisi arpa. Xo'p, endi yana bu mavzuga doir berilgan ma'lumotlardan ildizlarni shakli o'zgarishi. Aytgancha popuk ildizda bug'doy o'simligini ildiz tizimini ma'lumotini berib o'tib ketgan. Buni ham ko'rib o'tib ketamiz. Bug'doy. Xo'p, bug'doyning ildizi popuk ildiz hisoblanadi, tizimiga kiradi dedik. Xo'p, murtakdan avvalo asosiy ildiz o'sib chiqadi, boshlang'ich, va u ko'p o'tmay halok bo'lib, boshlang'ich poyadan qo'shimcha ildizlar chiqib, popuk ildiz tizimini hosil qiladi. Xo'p, qo'shimcha ildiz ham alohida bir ta'rifi berib o'tib ketilgan. Qo'shimcha ildiz asosan poyani yerga yaqin qismidan hamda yerga tegib turgan qismidan hosil bo'ladi. Qo'shimcha ildizli o'simliklarga 4 ta o'simlik turi misol qilib berilgan kitobda. Birinchisi makkajo'xori, ikkinchisi qultunay, uchinchisi ajriq, to'rtinchisi kartoshka. Xo'p, endi shakli o'zgargan ildizlar. Shakli o'zgargan ildizlar deb metamorfoz deb ataladi. Metamorfozlashgan ildizlar. Xo'p, bu shakli o'zgargan ildizlarda ildiz o'z shaklini o'zgartirib yo'g'onlashadi. Ya'ni asosiy ildiz yo'g'onlashib, o'zida zaxira ozuq moddalarini to'playdi. Bu o'simliklarga 5 ta o'simlik misol qilib berilgan. Birinchisi lavlagi, 2 turp, 3 sholg'om, 4 rediska, 5 sabzi. Xo'p, yana ildizlarni turlari. Tayanch ildiz tizimi bor. Ya'ni tayanch ildiz vazifasini bajaradigan ildizlar bor. U o'simliklarga ham 3 ta misol keltirib o'tilgan. Tayanch ildizga 3 ta makkajo'xori, oq jo'xori, banyan daraxti yani. Xo'p, keyin yana ayrim tropik mintaqalarda havo ildizi bor o'simliklar bor. Ularga 2 ta o'simlik turi keltirilgan. Havo ildizi. Bir orxideya, ikkinchisi monustra. Xo'p, ushbu mavzuda berilgan ma'lumotlar shulardan iborat.